O'zbekistonga nav va sovuq havo massalari kirib keladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Ertaga 8-dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2-8 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi kutilmoqda. Kunduz kuni 5-10 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Kechasi 2-8 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kuni 6-11 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda.